Ibodati islomiya e'tiqod va amalga oid boshlang'ich tushunchalar. 3-qism namoz o'qish qoidalari. Oyat karima. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mafqutan. Ma'nosi: mo'minlar namozni o'z vaqtida o'qishlari farz qilindi. Hadisi shariflar. Ma'nosi: mo'minlar 5 vaqt namozni kanda qilmaganlari sababli ham Alloh ularning gunohlarini kechiradi. Agar mo'min banda katta gunoh qilmay 5 vaqt namozni kanda qilmasa, Alloh uning u jumadan bu jumagacha qilgan kichik gunohlarini kechiradi. Namoz nimadir? Bandaning Allohga jismu joni bilan ibodatidir. Namoz bir kunda necha marta o'qiladi? 5 mahal. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton. Juma kuni peshinda juma namozi o'qiladi. Vojib namozi qaysilar? Ramazon hamda Qurbon hayitlari va xuftondan keyingi vitr namozlari. Sunnat namozi qaysilar? Ramazon oyidagi xufton namozining sunnatidan so'ng taroveh o'qimoq sunnatdir. Yana qanday namoz odatlari bor? Yana nafl ibodatlarni qilmoq mustahabdir. Shuningdek, mayit uchun janoza o'qish farzi kifoyadir. Farzi kifoya nima? Bir kishi o'qisa, eshitib turganlarga ham kifoya qiluvchi tilovatdir. Namoz shartlari. Namoz o'qish uchun qanday shartlar qo'yiladi? Kishi pok bo'lishi, tani va libosi toza bo'lishi, tahoratli bo'lishi, namozgohi ozoda bo'lishi, namozni o'z belgilangan vaqtida o'qishi, qiblaga qarashi, dildan niyat qilishlari namozning tashqi shartlaridir. Namoz vaqtlari. Namoz vaqti kelmasidan ibodat qilish mumkinmi? Yo'q, chunki u farz namozga o'tmaydi. Tongi namoz vaqti qachon? Ufq yorishgandan to quyosh chiqqungacha bo'lgan vaqt. Peshin namozi vaqti qachon? Quyosh zavolga ketgandan to asr vaqtigacha. Asr vaqti qachon? Odam soyasi 2 barobar uzaygandan to quyosh botgunchadir. Shom vaqti qachon? Quyosh botgandan to ufq yo'qolguncha. Xufton vaqti qachon? Ufq ko'zdan yo'qolgandan to tong oqarguncha. Vitr va taroveh vaqtlari qachon? Xufton namozining so'ngidan to tong otgungacha. Juma namozi qay paytda keladi? Juma kuni peshinda. Hayit namozlarini paytichi? Quyosh ko'tarilgandan to botgungacha. Nafl va janoza qachon o'qiladi? Nafl namozi kishining ehtiyojiga qarab istalgan paytda o'qilishi mumkin. Janoza esa sharoitga qarab iloji bo'lsa kunduzi o'qiladi. Makruh vaqtlar. Qaysi paytda namoz o'qish makruh? Quyosh chiqayotgan paytda, qiyomga kelganda, botayotganda. Faqat asr namozi o'qilmay qolgan bo'lsa, bundan mustasno. Agar kishi bomdoddan kechikib namozni quyosh chiqayotganda o'qimoqchi bo'lsa, yaxshisi biroz kutib turgani va kun batamom chiqib bo'lgach qazo qilib o'qigani ma'qul. Kishi asr namozini o'qiyotganda oftob bota boshlasa, namozi buziladimi? Yo'q, ammo 3 rakatini o'qib tamom qilishi lozim. Yana qaysi paytda namoz o'qish makruh? Imom xutba o'qib turgan paytda hamda kunduzi hayit namozidan oldin nafl o'qish makruhdir. Qibla. Namoz qibla tarafga qarab o'qilishi farzdir. Qibla qaysi tarafdir? Arabistonning Makka shahrida muborak Baytullohda joylashgan Ka'ba taraf qibladir. Ka'ba nomli xonai muborakning devor va tomlari qibla emas, balki xonai muborak bino qilingan zamin qibladir. Shu sabab mabodo xonai muborakning devor tomlari qulasa ham, u zaminning qiblaligi abadiy davom etaveradi. Qiblani aniqlamoq. Sahro kabi ovloq joyda kishi qiblani bilolmay qolsa, so'ramoqqa odam topolmasa, namozni qaysi tarafga qarab o'qiydi? Kishi qalbi qaysi tarafga qibla ekanini anglab moyillik bildirsa, o'sha tarafga qarab namoz o'qisa bo'ladi. Agar kechasi bo'lsa, atrofda hech bir narsa ko'rinmasa, qanday aniqlaydi? Agar bulut bo'lmasa, oltin qoziq yulduzini topib, o'shandan aniqlaydi. Oltin qoziq yulduzi doim quyosh yuradigan tarafga muqobil va qarshi bo'lib, shimol tarafda turadi. Oftob yurar tarafni topgandan so'ngra chog'lab, qibla tarafni bilsa bo'ladi.
Shunday aniqlab, bir tarafni qibla e'tiqod qilib namoz o'qishga kirishsa, namozni tamom qilmasdan biror alomat tufayli qiblaning boshqa tarafda ekanini anglab qolsa nima qilish kerak? Namoz o'qib turgan holda o'sha tarafga aylanib ibodatini ado etishi lozim. Bir necha kishi qiblani topolmay, har kim o'zicha bir tarafni qibla deb hamma bir tarafga qarab ibodat qilsa nima bo'ladi? Har kim o'zi moyil bo'lgan tarafga yolg'iz holda ibodat qilinadi. Niyat. Namoz o'qishdan oldin namoz o'qishni niyat qilish shartmi? Dil bilan niyat qilish farz. Til bilan ham qaysi namoz ekanini aytib niyat qilish mustahabdir. Imomga ergashgan kishi ergashuvni ham niyat qilishi lozim. Ammo niyat tilda aytilib, dilda aytilmasa, niyat hisobga o'tmaydi. Agar dilda boshqa namozni aytib, tilda boshqasini aytib yuborsa, dilda aytilgani haqiqiydir. 5 vaqt namozga qanday niyat qilinadi? Niyatni har kim o'z tilida qilsa bo'ladi. Masalan, bunday bomdod namozining 2 rakatli sunnatini muqaddas qiblam bo'lmish Ka'ba tarafga yuzlanib o'qishni niyat qildim, xolis Alloh uchun. Qolgan namozlarda ham shunday. Faqat nomi hamda necha rakatligi o'zgarib turadi xolos. Agar imomning orqasida turib o'qilayotgan bo'lsa, niyatni bunday qilish lozim. Masalan, shom namozining 3 rakatli farzini ushbu imomga ergashib o'qishni niyat qildim. Qiblam bo'lmish muqaddas Ka'ba sari yuzlandim, xolis Alloh uchun. Farz namozlardan boshqa namozlarda Allohning rasuliga ergashib namoz o'qimoqni niyat qildim deyilsa ham bo'ladi. Azon va iqomat. Namoz o'qishdan avval qaysi amal sunnat hisoblanadi? 5 vaqt farz namozlari va juma namozi vaqti kirganda azon aytish va farzlarni o'qishdan oldin iqomat aytish sunnatdir. Namoz o'qiladigan har bir joyda azon va iqomat aytish lozim bo'ladimi? Bir mahallaning masjidida aytilgan azon va iqomat butun mahalla uchun kifoyadir. Masjidda o'qigandan so'ng uyda namoz o'quvchi kishiga azon va iqomat lozim emas. Agar kishi xonadoni masjiddan uzoq bo'lsa, aytish afzaldir. Kimlar azon va iqomat aytsa makruh sanaladi? Tahoratsiz, junubli, devona va mast kishilarning azon va iqomat aytishlari makruh. Xotinlar, balog'at yoshiga yetmaganlar, fosiq kishilarning azon va iqomat aytishi joiz emas. Ayollar namozi. Ayollar namozi qanday farqlanadi? Erkaklar namozidan 8 joyda farq qiladi. Birinchisi, takbirda ayollar qo'llarini yelkagacha ko'taradilar. Ikkinchisi, qo'l ko'tarilgan paytda qo'llar yeng ichida bo'ladi. Uchinchisi, ayollar qo'llarini ko'kraklarining ustiga qo'yadilar. To'rtinchisi, erkaklar rukuda tizzalarini bukmaydilar, balki yozib o'tiradilar. Ayollar ozroq bukib turadilar. Beshinchisi, erkaklar rukuda tizzalariga suyangan vaqtlarda qo'l barmoqlarini ochib turadilar. Ayollar ochmaydilar. Oltinchisi, sajdada bo'lgan vaqtlarda erkaklar bilaklarini yerdan va qovurg'alardan, qorinlarini sonlardan va yerdan uzoq tutadilar. Ammo xotinlar sonlarini qorinlariga yopishtirib, yig'ilibroq sajda qiladilar. Yettinchisi, erkaklar qa'dada o'tirgan hollarida oyoqlarini tik bosib, barmoqlarini qiblaga o'girib turadilar. Chap oyoqlarini yotqizib, uning ustiga o'tiradilar. Ammo ayollar ikki oyoqlarining uchlarini o'ng tarafga qaratib, chap dumbalarini yerga tekkizib o'tiradilar. Erkaklar farz namozini azon va iqomat aytib jamoat birga o'qiydilar. Ayollar uchun azon va iqomat shart emas. Ularga namozni jamoat va imom birga o'qish makruh. Namoz shartlari. Namoz o'qish uchun quyidagilar shart. Birinchisi tahoratda bo'lish, ikkinchisi libosning pokligi, uchinchisi namozgohning ozodaligi, to'rtinchisi avratlar hammasi libosda bo'lishi, beshinchisi namoz o'z vaqtida o'qilishi, oltinchisi qiblaga qarab turish, yettinchisi dildan niyat qilish. Namoz rukunlari. Namozga kirishdan avval Allohu akbar deyish, tik turish, qiyomda 3 oyat miqdoricha Qur'on o'qish, peshonani yerga yetkazib 2 marta sajda qilish, ka'dada bo'lish, namoz rukunlarining har qaysisini o'z o'rnida bajarish, namozdan o'z ixtiyori bilan chiqish namoz rukunlariga kiradi. Namoz vojiblari. Namozning vojiblari nechta?
15 Fotiha surasini o'qimoq farz namozining avvalgi 2 rakatiga, sunnat va nafl namozlarning har rakatiga bir bor Fotiha surasidan so'ng biror sura yoki 3 oyat Qur'on zam qilmoq. Tumaniyatga, ruku va sujudda tasbih aytar miqdorida o'tirmoq. Qavma rukudan qaytgan vaqtda qaddini to'g'ri qilib biroz turmoq. Jalsa 2 sajda orasida biroz o'tirmoq. Qadai ulo 3-4 rakatlik namozlarning 2-rakati oxirida atahiyot o'qish miqdoricha o'tirmoq. Tashahhud har qa'dada atahiyot o'qimoq, salom namozidan salom lafzi bilan chiqmoq, muvolat namoz. Amallarni birin-ketin bajarmoq. Jahr, bomdod, shom va xufton namozlarining avvalgi 2 rakatida imomning ovozini chiqarib qiroat qilmog'i, ixvo qolgan rakatlarda ovozni maxfiy qilmoq. Insot imom qiroat qilgan paytda muqtadiyning sukut qilmog'i. Takbirot hayit namozlarining har rakatida 3 marta takbir aytmoq. Qunut vitrning 3-rakatida duoi qunutni o'qimoq. Sajdai savq unutib farz amalni kechiktirgan yo vojibni tark qilgan kishining sajdasi. Namoz sunnatlari. Namozda 25 ta sunnat bor. Farz namozini jamoat bilan o'qish, farz namozi uchun azon aytish, farz namozdan oldin takbir aytish, farz namozdan oldin qo'lni quloqqa yetkazish, ayollarning qo'llarini ko'krakkacha ko'tarishlari, qiyomda turganda qo'lni bog'lash, takbirdan so'ng namoz boshida sano aytish, sanodan so'ng auzubillohni aytish, Fotiha surasidan so'ng omin deyish, rukuga borganda va undan qaytganda hamda sajdaga borganda Allohu akbar deyish, rukuda 3 marta tasbih aytish, sajdada 3 marta tasbih aytish, rukudan qaytilganda imom bilan yoki yolg'iz o'quvchi Samiyallohu liman hamidah deyishi, so'ng Robbana lakal hamd deyishi, 2-qa'dada salovatni oxirigacha o'qish, 2-qa'dada salovatdan so'ng oyat o'qish, takror salom, ya'ni o'ng va so'l tarafga salom berish, niyat salomini berish, takbirni, tasmiyani, salomni baland ovozda aytish, imom bilan namoz o'qiganda har amalni tengma-teng bajarish. Namoz mustahablari. Namoz mustahablari 20 ta. Namozga kirishayotib qo'l ko'targanda barmoqlar orasini ochiq tutish, bosh barmoqlar quloq yumshog'iga tekkizilishi, tik turgan paytda 2 oyoq orasining sal ochiq turishi, qo'l bog'langanda chap qo'lning kaft bo'g'inini o'ng qo'lning bosh barmog'i va chinchalog'i bilan bog'lab ushlash, sura va zikrlarni burro-burro o'qish, bomdod va peshinda Fotiha surasidan keyin uzunroq suralarni o'qish, asr va xufton namozida o'rtacha uzunlikdagi suralarni o'qish, shom namozida qisqa suralarni o'qish, avval uzun, keyin kalta suralarni o'qish, sajda chog'i bosh barmoq quloq yonida bo'lishi, sajdada qo'l barmoqlari bir-biriga tegib turishi, sajdada oyoq barmoqlari yerga tegib tovon ko'tarilib turishi, qo'l va oyoq barmoqlari qiblaga qarab turishi, qa'dada qo'l barmoqlarini past qilib turmasdan o'z holicha son ustiga qo'yish, ruku va sajdada tasbihlarni toq aytib 3 dan ziyoda aytish, 3 va 4 rakatli farz namozlarning 2 rakatdan so'nggi rakatlarda Fotiha surasini o'qish, ammo sunnat, vojib va nafl namozlarida Fotiha surasidan so'ng bir sura qo'shib o'qish, namoz ichida yo'talmaslik, esnamaslik, tavozelik, salom berganda orqadagi kishini ko'rar darajada yuzni burish. Namoz paytidagi makruh holatlar. Ular 61 ta. Uzrsiz yo'talish, qiroatga xalot beruvchi narsani og'izda saqlash, ruku holatida bosh yelkadan baland turishi, no'xat kattaligida taom yeyish, oyat va tasbihlarni barmoq bilan sanash, sunnatlardan birortasini qasddan tark etish, qiroatni rukuda tamom qilish, 2 ko'zni yumib turish, namoz tugamay peshonasini artish, namoz payti libosni tekislash, harakat qilish, tuflash, yechinish, qasddan bir oyatni yarmida to'xtatib, boshqasini boshlash, kerishish, peshonani yerga tekkizmay sallani tekkizish, jamoatga odam qo'shilganda imom ovozini pasaytirishi, namozni imom cho'zib yuborishi, yeng tirsakkacha chiqishi, burun qoqish, takbirni takror aytish,
uzursiz devorga yoki ustunga suyanish, mehrob ichiga butunlay kirib olib namoz o'qish, barmoqlari bilan biror so'zni yozib ko'rsatish, bosh yo qosh bilan biron so'zni ishora qilish, tahorat tang bo'lib turganda namoz o'qish, qabrga yo najasga qarab namoz o'qish, oldinda joy bo'lsa-da ortda namoz o'qish, boshyalang namoz o'qish bularning bari namoz chog'i qilinsa makruhdir. Namozni buzuvchi amallar. Namozni ushbu 22 amal buzadi. So'zlashish, qasddan bir kishiga salom berish, qasddan alik olish, duoda odamlardan narsa talab qilish, dunyo ishi uchun ovoz chiqarib yig'lash, kam bo'lsa-da taom yeyish, mast holda bo'lish, sharob ichish, ish qilish, ya'ni libos kiyish, qashinish, Qur'onning ma'nosini buzib o'qish, imomdan ilgari turish, oftob chiqayotganda bomdod o'qish, farz amallarning birontasini tark qilish, libosining yoki o'zining bulg'anishi va shu kabilar namozni buzuvchi amallardir. Namozning muboh amallari. Yuz o'girmay ko'z qiri bilan nazar tashlash, ilon ya chayon o'ldirish, nafl namozda bir rakatga bir surani 2 marta o'qish, nafl namozda devor yo ustunga suyanish, imomning vojib harakatini bilish uchun yondagi kishiga nazar solish. Namoz paytida tahoratning buzilishi. Burun qonasa yo shunga o'xshash xunuk hodisa bo'lsa, ibodatdagi kishining namozi buziladimi? Ha, bunday holda kishi tahoratini yangilab, boshdan yoki to'xtagan joyidan o'qishi lozim. Bu paytda imom namozni tugatgan bo'lsa, u kishi yolg'iz o'qiydi. Namoz o'qib turgan kishining oldidan kesib o'tsa bo'ladimi? Yo'q, bu holat makruhdir. Ancha naridan bo'lsa joiz. Namoz o'qiyotgan kishi o'zini bildirishi uchun subhanalloh deb qo'ysa bo'ladi yoki bir gaz oldinga tayoqcha suqib qo'yadi. Jamoat bo'lib o'qilsa ham oldindagi yo'lakni berkitmaslik uchun tayoqcha tiqib qo'yiladi. Zaif va nogiron kishilar bayoni. Zaif va nogiron kishilarning namozda hukmi qanday? Kishi zaifligi sababli qiyomga turolmasa o'tirib o'qiydi. O'tirgan holicha bukilib ruku qiladi. Sajdada esa el qatori boshini yerga tekkizib o'qiydi. Agar ruku va sajdaga holi kelmasa, o'tirgan qo'yi ruku va sajdaga bir oz egilib ishora qilib o'qisa ham bo'ladi. Agar o'tirishga ham quvvati yetmasa, oyoqlarini qibla tarafga uzatib chalqancha yotib, boshi bilan ishora qilib o'qiydi. Agar bunga ham quvvati kelmasa, u zotga ma'zurdir. Qachon quvvatga kirsa, qazosini o'qish niyati bilan keyinga qoldiradi. Namozni uzursiz o'tirib o'qisa bo'ladimi? Suvda, kemada kelayotganlarga mumkin. Sunnat va nafl namozini otda turib o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Otda o'qilsa qaysi tarafga qarab o'qiladi? Ot ketayotgan tarafga qarab. Qarligi yoki g'oyatda sovuqligi tufayli tili Qur'onni to'g'ri talaffuz qila olmaydiganlar namozni qanday o'qigani ma'qul? Unday kishilar imomga iqtido qilsin. Yolg'iz bo'lsa, bilgan oyatini bir necha bor takrorlab o'qiydi. Bir sabab bilan kishi hushidan ketib yotib qolsa, o'qilmay qolgan namozni nima qiladi? Hushsizlik 24 soat ichida bo'lsa, har bir namozni qazo qilib o'qiydi. Agar 24 soatdan oshsa, u holda yangi kunning namozlariga kirishadi.